Shu 2004 akalarim bilan PUBG o'ynayapmiz. Bir payt PUBG boshlab oldik. Bittasini akkauntiga hayron qoldim to'g'risi. 76 level bo'lib turib o'ynashni bilmaydi. O'ta qiyin, juda ham qiynalib o'ynayapti. Bir payt bootcamp o'ynayapmiz, men o'lib ketdim. Yana bitta sherigimiz o'lib ketdi. 2 kishi tirik qoldi komandamizdan. Bittasi ikkinchisiga gapiryapti. O'q ber, menga o'q kerak, yumpini o'q kerak desa, haligi yana bitta sherigi borib turib, oranjga o'q tashlab beryapti. Oranjga o'q tashlab berib, menga bu kerak emas bu o'q, menga ko'k o'q ber, yumpiga tushadigan o'q ber desa, uje u otishgani ketgan, o'lib ketdi, komanda minus bo'lib ketdi, uni o'qi yo'q bo'lib minusga kirib ketdi. Akarochi padborda gaplashib turibmiz. Nimaga men sendan ko'k patronli o'q so'raganimda sen menga VSS ga tushadigan, pistoletlarga tushadigan o'q berding deb gapirsa, uzr oshna, endi biz 2009-yil bizni paytimizda yumpiga ham, P90larga ham oranjli o'q tushardi deb aytdi. O'ylayapsan, qanaqa? Вообще ta'sirli edi.